hurmatli matbuot anjuman ishtirokchilari, hammalarni ko'rganimizdan xursandmiz. Bugun mana bu professional ligasining birinchi turnirini face to face press konferensiyasini ochilishi. Bizning maqsadimiz katta, sportchilarni rivojlantirish, dunyo arenalariga olib chiqish. Mangu professional ligasini O'rta Osiyoda birinchi ligalardan qilish. Xudo xolasa, niyatlar katta, ko'rdinglar o'sha biletlar ham qolmadi. Chunki professional sportchilarning eng kuchlilarini, raqiblarni, haqiqiylarini yig'ganmiz. Bu yerda MMA nimaligini ko'rsatish, MMA sport, professionalizm qanaqa bo'lishi, ichki ishlarni misol uchun neyda qanaqa ishlash kerak, komanda qanaqa ishlash kerak, hammasini ko'rsatish maqsadida Xudo xolasa mana shu tadbirlarni davom ettiramiz. Albatta sizlarni yordaminglar bilan shuncha odam qo'llab-quvvatlayapti. Biz to'xtashda davom etamiz. Nima savolingiz bo'lsa bemalol beraverasizlar, qo'ldan kelgancha javob beramiz. Chiroyli tartib intizomda o'tkazamiz. Rahmat. Jasur aka, asosiy jang Ko'min event. Ramazon Temirov bilan Azat Maqsumdan. Azat Maqsum. Ex-fighter UFC. Добро пожаловать в Узбекистан. O'zbekiston bizga qo'shilish, bog'liq el. Tak, осында өнер көрсетіватқаныма өте көп қатты қуаныштымын. Сондықтан жақсы қарсы алды, көп рахмет. Қарсыласым Рамазанға келсек, Рамазан өте мықты жігіт, жақсы жігіт. Қарсылас ретінде болсын, біз жаңағы октагонда қарсылас болсақ та, жаңағы өмірде доспыз, бауырлас еліміз. Сол үшін бұйыртса ертең осы екі елдің көрермендеріне, жанкүйерлеріне жақсы шоу көрсетеміз деген ойдамыз. Рахмет. Ramazon Temirov. Assalomu alaykum. Shu turnirga o'tirgan aziz mehmonlar, jurnalistlar va baislar. Jasur aka tabriklayman. Bu turnir Xudo xolasa shu UFC'daqa butun dunyo taniydigan turnirlardan bittasi bo'ladi degan umiddaman. Va Xudo xolasa har qanday vaziyatda ham biz shogirdlariz, inshaalloh yoningizda bo'lamiz. Xo'p, Azat aytganda yaxshi do'stimiz, biz UFC'da bitta vestda urishganmiz, lekin o'sha ringning ichida biz har doimgidek raqib bo'lsak, ring tashqarisida do'stimiz, birodarimiz. Xudo xolasa ertangi bo'ladigan o'sha bellashuvda ham Xudo xolasa xuddi do'stona, yaxshi, chiroyli kurash ko'rsatib, Xudo xolasa yaxshi shou ko'rsatib, biz Xudo xolasa haqiqatan ham hech qanaqa PRlarsiz chiroyli xalqimizga yoqadigan, qo'limizdan keladigan o'sha chiroyli janglarda inshaalloh ko'rsatamiz va bu turnirda hammasi haqiqatan ham o'zini ustida ishlaydigan, mehnat qiladigan haqiqiy baislar yig'ilgan. Aka, rahmat. Asosiy jang, round bo'yi вечера. Magomed Habib, прошу. Всем ассаламу алейкум, Узбекистан. В первую очередь хотел бы поблагодарить за такой теплый прием, если честно. Организация очень все на высшем уровне. Для первого раза, я думаю, это, надеюсь, будет каждый раз лучше и лучше, конечно. Остальное, то, что я заметил, это пока. Дальше сопернику своему хотел бы пожелать, чтобы хорошо подошел к бою. Xo'tan Boynazarov. Assalomu alaykum hammaga. Bu ligani tashkil qilgan Jasur akaga katta rahmat. Bizga to'plangan shuncha kelgan odamlar uchun rahmat aytamiz. Xudo xolasa bu juda chiroyli tayyorgarlik qildik. Inshaalloh soperligimizga omad tilaymiz. Ertaga Xudo
Xudo xohlasa boyda ko'rasizlar. Bitta gapirsin unda. Bu taraf. Добро пожаловать в Узбекистан. Ассаламу алейкум, приветствую всех. Хочу поблагодарить Узбекистан за такой теплый прием от души. Что сказать насчет соперника? Покажем красивый, зрелищный бой. Не пропустите. Спасибо всем. O'zida professional sportchilar buni ko'p gapirmaydi. Ya'ni u yo'q, ulardan unaqa narsa kutmaydi. Haqiqiy ya'ni professional jangga oktagon ko'rsatishadi. Bularning ichidan gap tortib olish kerak-da. Ular faqat mehnat qiladi, harakat qiladi, sizlar uchun haqiqiy jangdan qo'rqadi. Qisqa balonda Muhammad Amirxon deb mikrofonni berishni oldin aytsangiz, go'sti, пожалуйста, погромче. Сам balandroq gapiramiz mikrofon, хорошо? Ali Xo'jayev, давай. Assalomu alaykum hammaga. Sizlar ko'rib turgandan juda ham xursandmiz. Mangu ligasida urushib turganimdan ham juda ham xursandman. Jasur akaga kattaga rahmat. Menga bu taklif berganlarida birinchi jinni xohlamagandim, lekin chetda urushib turganimdan juda ham xursandman. Chunki shunday bayislar bilan yonma-yon turib chiqish bizga sharaf inshaalloh. Xudo xolasa endi saperligimiz yaxshi. Xudo xolasa ertaga juda ham zo'r bo'ylar ko'rsatib, O'zbekistonga shu bayrog'imizni balandlikka ko'tarib, yurtboshimizga, Jasur akamga kattaga rahmat bildiramiz inshaalloh. Hamma duoda bo'lib turinglar inshaalloh. Sog' bo'linglar. Davom etamiz. Lindon Machado from Brazil. Boa tarde a todos. Estou muito honrado em estar participando da primeira edição do Magu. Tá? Espero dar o meu melhor aqui. Espero encantar o público. Eu vim para lutar, não vim para passear. Espero que vocês entendam que eu sou um atleta de ponta. Estou aqui para dar o meu melhor. Qisqa qilib tushuntirib beraman. Raqibiga omad tiladi. Xudo xolasa yaxshi bo'y ko'rsatamiz degan umiddaman deb qoldi. Furik, navbat sanda. Assalomu alaykum hammaga. O'zbekistonga qaytib urush boshlaganimdan xursandman. 8 yil bo'ldi oxirgi marta O'zbekistonda urushganimga. 2007-yildan beri shu sport ichidaman, kickboxing, MMA dunyoning har bir burchagida bo'ldim, lekin O'zbekistondagi zo'r joy ko'rmadim. Bu liga birinchi turniri uchun UFCda qanaqa turnir, qanaqa o'tsa, hamma podgotovka bir xil hamma narsa bo'ldi. Shu uchun Jasur akaga rahmat. Oddiy olib qaraganda, shu tushunishlik uchun ichkaridan qaraganda ovqatlargacha ahamiyat berish bu bitta UFCda bor xolos, boshqa hech qaysi ligada yo'q. Yana ikkinchisi даже hozir Mangu ligasida bo'ldi. Bu degani sportchilar kerak ligi uchun, sportchilarni hurmat qiladi ligi. Bu sportsmen uchun eng muhimi. Ertaga haqiqiy уровень gap emas, jang degan joyini ertaga ko'rasizlar, xudo xolasa. Hurmatli futbol, legendariy Rustambek Amonbayev, Qirg'iziston. Assalomu alaykum, Toshkent. Baringlarga cho'ng rahmat, yaxshi toza bo'lganinglarga. Mangu ligasida cho'ng rahmat, o'ta серьезный, yaxshi o'tkir o'tadi bo'yda. Bardagi yaxshi soperniklar, yaxshi bayislar. Jasur aka aytganday biz ko'pdele сөйлей olmaymiz bayislar negizida. Sopernikim o'ta yaxshi, Omadjon aka. Серьезный, ertang buyursa yaxshi bo'y ko'rsatadi inshaalloh. Esda qolarli buyursa. Rahmat. Muxtor Mamadjonov. Assalomu alaykum hammaga. Xush kelibsizlar. Sizlarni ko'rganimdan xursandman. Nima deymiz? Shu jangchilarga gaplariga qo'shilamiz. Xudo xolasa ertaga yaxshi janglarni ko'rib, mazza qilib ketasizlar. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha harakat qildik. Bu yog'iga o'zingizlar baho berasizlar. Hammaga kattaroq rahmat. Bular ko'p gapirmaydi, haqo'rlaysizlar. Ассаламу алейкум всем. Хотел бы поблагодарить Узбекистан за такой теплый прием.
Я очень долго не дрался, и у меня появился гол. Завтра мы закатим очень хороший бой. Suhrob Amirjonov. Assalomu alaykum hammaga. To'g'risi juda xursand bo'ldim O'zbekistonda shunaqa jangchilar uchun yangi liga ochilgani uchun. Menimcha endi bundan buyog'iga O'zbekistonda yanada ham MMA kuchayadi. Va ertaga chiroyli janglar ko'rasizlar. Ertaga shoular emas, janglar bo'ladi nastoyashi. Shunga nastroy qilib kelinglar. Hammaga rahmat. Nima deyiladi? Hamma biladi, qonun qoidasini qo'yish, ishchilarni joyiga qo'yish, sahna orqasidagi komandani boshqarish juda qiyin. Har bitta bayisi ko'ngliga qarashingiz kerak. Hozir ko'pchilik sportchilar o'rganib qolgan, slabiy raqib yo bo'lmasa vesini, boshqasini o'zini injurligini, xarakterini ko'rsatadi. Bu ligiga juda shu narsa o'rgatib qo'yishgan. Lekin UFC'da unaqa narsa yo'q. Raqib beradi, oladi. Ves o'sha normativ ko'rsatishingiz kerak. Ko'rsatmadingiz, assalomu alaykum, xayr bo'ladi. Bu intizomlarni qilish juda qiyin. Mana oxirgi bir haftadan beri praktik komanda bilan uxlamayapmiz. Ertalab 6 gacha o'tirib ishlab, kim nima ish qiladi, bo'sh qiladi. Mana sportchilarni o'zi ko'rib, даже sportchilarni правильный питаниyasigagacha harakat qildi, shunaqa UFC'dagi bo'lishiga. Ertaga bolalar nima, qancha kaloriya ovqat yeyapti, ertaga shu yegan ovqatini vesini ziganat qila oladi, qila olmaydi, shuni yo'nalishlargacha e'tibor berdik. Xudo xolasa yo'lga tushib olgandan keyin oson bo'ladi deb o'ylayman. Bu asosiy jangda urushish mas'uliyati sizni sindiryaptimi yoki sizga kuch beryaptimi? Menga shunaqa shans bergan Jasur akaga rahmat. Glaniy bo'y bo'ldi, tem bo'ldi O'zbekistonda. Buni mas'uliyati katta. Oldin ham glaniy bo'ylarda urishganman. Xudo xolasa zo'r bo'y bo'ladi. To'g'risini aytsam, sizni bu ligada ko'p xursand bo'ldik. Sababi bundan oldin siz sal boshqa formatdagi ligalarda ham chiqdingiz va hech narsa demoqchi emasman. Siz juda ham hurmat qilamiz, lekin bu ayrim sportchilarimizning obro'sini sal-pal to'kilishiga ham sabab bo'lgan va hozir bu ligada qaytib o'zingizni ana shu prime era bo'ladi-ku, shu narsaga qaytmoqchimisiz va bu ligada chiqishdan maqsad qanaqa keyinchalik? Savol uchun kattakon rahmat. Mangu ligasidan oldin 2 yillik shartnoma qilib bo'lganman, juda ham katta liga bilan. Xudo xolasa shu boydan keyin e'lon qilamiz. O'zi shu oy o'sha yerga borib urishishim kerak edi, lekin bu turnir bo'lishligi uchun Jasur akam ruxsat so'radilar. Bitta boy bizni Mangu ligamizni urishsin, keyin ro'zadan keyin boradi deyishdi, bular ruxsat berdi. Xudo xolasa endi har xil sinovlarni ko'rdik, hayotda har xil joylarda ko'rdik. Sekin-sekin o'sib boryapmiz endi. Oktagon ligasida ham yomon bo'lmadik. Endi rizqimiz o'sha yerda ekan, hammasini ko'ryapmiz. Xudo xolasa endi ro'zidan keyin katta arenalarda jang qilib, sizlarni hammalaringizni xursand qilamiz inshaalloh. Rahmat qilinglar. Shu davom etamiz. Keyingi savol. Buni qancha deymiz? Aytaveraymi? Sir bo'la qolsalik. Boshlanishiga. Eng yaxshi nokautga $2000 bonus qilamiz. Bu hali menimcha qaysi liga bermayapti, bundan oldingi ligalar bermagan. Nokaut, chiroyli nokautga tanlaymiz $2000. Va eng yaxshi jang ikkita sportchiga $1,500 dan $5,000 ajratamiz, xudo xolos. Gonorardan tashqari Bu uchalari saqlaysiz. Davom etamiz. Savol uchun rahmat. 8 oy o'zi bo'ylarim atkaz bo'ldi, tayyorgarlik ko'rdim. Bundan oldin Varios urishim kerak edi, yana atkaz bo'ldi. Talantda trener bilan tayyorlandim. Formam juda yaxshi. Xudo xolasa ertaga yaxshi jang ko'rsataman. Mahmud aka Murodov bilan liga ochgan edinglar, shu Murodov liga 9 ta bo'lgandan keyin to'xtadi. Bu liga yaqinda ijtimoiy tarmoqda Mahmud aka aytdilar, ya'ni uni davom ettiramiz dedilar. Bu yoki u savol tushunganmisiz? Mahmud Murodov bilan atashganimizda ham o'rtoqchiligimiz ham yaxshi. Ko'pchilik o'ylaydi har xil gaplar, lekin e'tibor bermaylar. Qanday bo'lsa shundoq.
Endi Mangu ligasini ochishimizni sababi ham bor. Sababi milliy brend. Murodov o'zini yo'liga bu komandada hamma bilamiz Mahmud bilan. Mahmud kelsa balki Murodov professional ligasini davom ettiramiz. Bu maqsadim, men o'zimning proyektim Mangu Jaloliddin Manguberdidan olib shu nomni qo'ydik. Va ko'ryapsizlar, liga ochmasa ham bo'lmasdi. Har xil media bayasida, har xil joylarda to'g'risini aytganimda kelib bizning xalqimizga sirk qo'yilyapti xolos. U sirkda faqatgina o'zimizning millatdoshimizni o'ynab beryapti. Qaysidir nimadir qahramon rolini. Bunaqa narsa meni o'zim ko'rib turib jim o'tirishgacha bormadim. Lekin bu narsa bo'yicha Xudo xolasa ishlovimizni xalqimizga tushuntirmoqchiman. Iltimosim haqiqiy MMA nimaligini ajratishsin, haqiqiy sportchilarga balet qilishsin. Mana shu o'tirgan bo'ldi. UFC jangchilari, UFCga nomdor jangchilar, mana Xotanbek Boynazarov hali yutqizmagan Warriors chempioni. Bizda O'zbekistonda birinchi Warriorsdan chempion bo'lgan sportchi. Xudo xolasa UFCga kirib ketish ehtimoli juda yuqori. Furqatbek Yoqubov to'g'risida ham ko'pchilik biladi. Danavayatda proyektda urishgan Ultimate Fighting Championshipda birinchi sportchilarimizdan. Shunaqa bayaslarni qo'llab-quvvatlashinglarni xohlayman. Qolgan mana Muhiddin, Amirxon, Suhrobek Adajonov, yaqin bu yo'lda mana qo'shni davlatdagi Dag'istondan kelgan sportchilarimiz ham eng kuchli sportchilar. Shunaqalarni ko'rishinglarni, shunaqalarni qo'llab-quvvatlashinglarni xohlayman. O'shaning uchun ham bu ligani tashkil qildik. Mahmud kelsin, safardan yana xolisi gaplashamiz. Qo'shishi mumkin. Mangu ligiga yetib kela olmasak ham yaqinda uylandik. To'ylar muborak, davom etamiz. Медовый месяц. Недавно мы были на свадьбе у тебя, да? Но ты здесь выступаешь. Скажи мне, силы как у тебя? Как ты хочешь выиграть Азата Максума? Вопрос. Есть, остались силы? Kuchda muammo yo'q, Xudo xolasa inshaalloh. Endi har bitta odam o'ziga bog'liq. Trenirovkani bir kun ham to'xtatganim yo'q. Bu uylandi degani kuchdan ketdi degani emas. Kuch-quvvat hammasi Allohdan. Har doim alhamdulillah formadaman. Komandadagilar akalarim biladi. Har kuni trenirovkadaman. Даже to'yim kuni ham trenirovka qildim. Мы это знаем, я сам лично приехал к тебе. Еще один вопрос. Как ты хочешь выиграть? Болевой прием. Uni men bilmayman, aka, men har Jasuraga, если будет болевой прием, это победа, правильно? Вот это, давайте, чтобы мы знали. Ramazon Temirov Azat Mahsumov pravilasi bo'yicha tushuntirib ketsam, bular nogi BJJ yo'nalishida jang qiladi. Ya'ni professional kurash. Bu yerda bitta raund 10 minut bo'ladi. Bolivoygacha. Agar kim bolivoy submission qilsa, o'sha g'alaba qozonadi. Xuddi mana yaqinda Shara bilan Arman Sarukan kurashgandagi bo'ladi. Agar bolivoy bo'lmasa, durang. Balivoy sistema qo'ygan bo'lsa, qaysidir sportchimiz xafa bo'lishi mumkin, kimdir qanaqa reputatsiyasiga ta'sir qilishi mumkin. Imini kurash bo'yicha отдельный судейский olib kelishimiz kerak bo'ladi va ko'pchilik aytayapti, Manguda faqatgina o'zbek sudyalar ishlaydi, o'zbek bayislarga jang qiladi. Yo'q, bizda ikkita Yevropadan yaxshi sudyani chaqirganmiz. Har doim Murodovga kelgan sudyalar va Qirg'izistondan, Tojikistondan, Qozog'istondan kuchli sudyalarni chaqirganmiz. Bu yerda sudyalar faqatgina chet davlatdan bo'ladi. O'zbek sudyalarni ko'rmaysizlar. Shuning uchun mana bemalol qo'rqmasdan справедливый jang qilish harakat qilasizlar. Jasuraga, получается, по бальным системам не будет. Надо выиграть только досрочно. Или Азат Максум должен досрочно сделать болевой, или же Рамазан Тимиров. Ну тогда желаю вам удачи. Пусть победит сильнейший. Mana shu jangingizga o'tkazgandan keyin doimiy jangingizni oktagon ligadami yoki Mangu ligada davom ettirmoqchimisiz? Savol uchun kattakon rahmat. Oxirgi jangimni 21-sentyabrda oktagon ligasida urishdim. Bitta ham nima desa bo'ladi, zaminga chiqdim. Zaminga bes qila olmagan sportchi o'rniga. Undan keyin urishim kerak edi. Dekabr oyida burunni operatsiya qildirdim, bilasizlar ko'pchiliginglar. Chunki
nafas olish o'sha juda ham qiynalyotgandim. 3-raundda charchayotgandim. Keyin tojikistonlik raqibimiz bor, Fazliddin, ko'pchiliginglar bilasizlar. U bilan xudo xolasa kamar uchun jang qilamiz. Oktagonmi, mangumi farqi yo'q. Bizning maqsadimiz xudo xolasa shu UFC'ga chiqish. Qaysi liga bo'lsa ham o'sha ligada davom etamiz. Mangu endi o'zimizdan akam, Jasur akam, trenerim, ustozim o'zlari ochganlar. Endi Manguda обязательно urushaman. O'ttigan rahmat. Bu ligada grappling emas, kelajakda balki haqiqiy MMA ham tushasizmi degan savol bo'ldi hozir Azat Maqsumga. Bu ligada hali ko'rayim, buyursa. Пока menda bir kontrakt Oskrespen. Negizi o'zim josparlab жүрген ол Европейский liga, muhitning артында көбінесе Американский liga соған жоспарлап жүрмін негізі. Бірақ көреміз болашақта қалай бұл лигамен келсем деген сияқты. Бірақ ойда бар. Есть, да, возможность? Davom etamiz. Unga bitta tavsiya berish kerak bo'lsa, u tavsiya qanaqa bo'lardi? Rahmat oldindan. Brest aka, siz bu tarafga edi tushuntirib berasiz. Braziliyalik Qo'rqatbek. To'xtab turing, Jasur aka, biz hammani o'ylaymiz. U Braziliya Portugalcha ham yozib kelganmiz. Hozir o'qisin. Shu mehmonimizdan boshlaylik. Shuncha period o'tib keldik. Bom, eu acho que eu não dou vantagem quando eu entro no octógono. Se eu tiver a oportunidade de nocautear ou finalizar, eu faço. Então, eu não gosto de prolongar a luta. Eu chego para lutar e dar o meu melhor ao público. Suhrob sizdan bitta tavsiya bering. Tavsiya bermayman, chunki o'zim g'alaba qozonishim kerak. Hech qanaqa demayman. O'zim bilgan bosaman, o'zi ham o'zim bilgan bossin. Ben bilmiyorum, nima tavsiya berolmayman. Hamma yutishga chiqadi. Endi ertaga jang shunaqa narsaki, hamma mana raqibimiz ham, biz ham tayyorlanamiz. Hech kim yutqizaman deb chiqmaydi jangga. Ertaga Alloh kimni qo'lini ko'tarsa, o'sha g'alaba qozonadi. Shu gapga qo'shilaman, no, boshdan tug'ilish kerak u uchun. Bo'ldi. Kratka, ясно, четко. Amirxon. Men ham qo'shildim. Ramazon ham qo'shildi. Endi kim ko'p mehnat qilgan bo'lsa, shu jangda kim ko'p sababini qilgan bo'lsa, shu poyezdachida o'sha jangchi g'alaba qozonadi. Endi hech kim yutqizish uchun chiqmaydi, yutish uchun chiqadi. Otamboy Nazarov. Qo'shilib ketdi bu ham. Ibrohim Halilov. Mikrofonini beringlar. Teng mikrofon. Можно. Какой совет дашь своему сопернику? Серьезно, наверное, отнестись просто к этому. Не особо серьезно относится, как чересчур сильно андердог, как я думаю, все меня так считают. Поэтому такой совет, наверное, чуть серьезнее отнестись к бою. Azat Maqsum. Так, самое без травма болсын, аяқты бермеуге тырыс деп айтамын енді. Oyog'ini ehtiyot qil ekan Ramazon. Salih. Такой самый безобидный, пощекотеть. Qittiqlama. Braziliya javob berdi, obrigado. Amambayev. Бұл жерге ешкім жеңілем деп шықпайды. Әрбір байестің жүрегінде бар. Шығып, отан, желегін көтеріп, әрбір мемлекетінше. Бұл негізі спорт.
чынына келгенде спорттон сырткары аке экөө дос болот. Бул клеткага киргенде уже бул серьезный да. Ал жерде совет бербейсиң мынтип болот депчи. Аял жерде уже өзүң көрсөтүшүң керек, сен даярдандың бул жердечи. Менет кылдың, ал менетти эч ким көрбөйт. Ошо менетти акташ керек. Ар дайым аракет кылып жеңиш керек. Илхан? Как сказал мой земляк, чтобы выиграть, нужно серьезно относиться к этому. Не было, у нас был вопрос тут. У нас сегодня вот 2 бойца UFC, завтра они будут бороться. Помним недавно и у тебя было там с Арманом. И главе лиги вот Джасура задали вопрос. У вас получится вот Шару тоже там пригласить на грэпплинг на следующих турнирах. У нас тоже есть в этом весе UFC боец Нурсултан Розыбаев. Вот, если такое приглашение будет предложение, то есть сможем ли мы увидеть такую борьбу вот, Нурсултан Розыбаев и Шара будет по правилам грэпплинга? Спасибо. Да, я боролся недавно, и я сейчас вижу, что это стало славной традицией многих турниров делать такие интересные противостояния между громкими именами в грэпплинге. Нурсултан Розыбаев серьезное имя, это серьезное испытание, так что я готов, если мне сделают предложение, от которого я не смогу отказаться, то вперед, борьба, как бы, она, мне, допустим, легче с братом в борьбе участвовать, чем, допустим, там в UFC, в бою, где друг другу придется лица набивать, как бы, друг другу набивать лица, чтобы потешить публику, так сказать. Для меня узбекский народ близок, и Нурсултан Розыбаев хороший боец, так что в борьбе мне бы интересно было проверить его и также показать людям, что я тоже что-то могу, и также для него тоже будет хорошим испытанием, заработком, чтобы не простаивать, дополнительной мотивацией. Все зависит от организаторов и насколько они готовы вложиться в это, потому что мое приглашение на грэпплинг матч и так далее немало стоит. Нужно, я пират, и я прохожу за сокровищем, а это сокровище должно сверкать